qo'rg'onning egasi bormi yo'q? Juda suv qilib men doğru ichib oling. Har doim qiladi, bizni ish qilib beradi. Necha marta, necha oy anaqa qilganmiz, chiqdi deganimiz bo'lmaganman. Sizlarga 3 marta qildim. Xo'p, o'zingni ko'raverayman. Keyin tabriklayman agar. 3 marta qildim deyapman. 3 marta shart. Xo'p, men aytaman, mana 7 oy kutganmizmi? Har oy chiqardi shunaqa. Chiqmagan mana. Xursand bo'lmaymisan? Yo'q, men xursandman. Xursandman. Tekshirib oling. Azobdasan. Yo'q, azob. Taksi ko'zi o'ylaysan. Voy. Mana ichib oling, sizga siqilish mumkin bo'lsa kerak. Emas. Yo'q. Boshlandi-yu. Sezilmagan. Aldi kesin bo'lsa. Men tekshiraydi o'ma oldi. Mana hozir ishonmayaptilar-da. Kechqurun testga chiqarib yuboraman. shipali bo'lsin. Xursand bo'lmaydi mana meniki. Xursand bo'lmaydi. Tekshirib olaymi? Xursand bo'lmaydi. Xursand emassiz, a? Xursandman. Sizga bola kerakmi? Tadakkaman. Sizga bola kerak. Voy, buni nima olib ketasiz? Osmi yolg'onmi? Qasmi yo'q, xato. Hozirgimi? Osib chiqdi. Yaxshilab qarang. Yaxshilab qarang. Ana tili bizor. Tiniq ikkitami yo qaranda chizganman. Ajralishdik. Bugun bemalol. Tabriklaymiz. Yana majlisga ketdi. Surpriz qilib turgan kuningizda aytmoqchi edim. Bugun bildim, bugun Men xursandman. Xayrli bo'lsin. ayvermang, mening ham o'g'lim bor. Men xursand bo'lmagan ilk ota. Unda ham shunaqa qiluvdilar. Mana hozir Nima? tug'ilganida ham yaxshi ko'rmaganlar. Nima? Noto'g'rimi? O'gaydirman balki. Balkim. Voy. Xursand bo'lmayapsiz-ku, hayronman. Do'ppizni osmonga otishingiz kerak, shaqallatib $200-300 berishingiz kerak. Mana shu to'pig'am ochib. Сегодня дождь распадал. Под ее сердце. Она, наверное, счастлива.